İkinci marta kelishim. Hastada kirib ko'rdim. Men qarovchi bilan o'tgan yil davolanganman-da. Natija olganimcha bu yil yana keldim. Men Kubayev Safarboy Paxtakor tumanidan Jizzax reabilitatsiya markaziga davolanishga kelib davolanyapman. Buni 6-kun bo'lyapti. Men ikinci marta kelishim. Hastada kirib ko'rdim. Men qarovchi bilan o'tgan yil davolanganman-da. Oldingi safar yotganimda yaxshi natija olganim uchun bu yil yana keldim. O'zimni o'zim Xudoga shukr eplab qoldim mana. O'zimni yaxshi o'zgartirish sezib, masalan, uyqumni ham tinch, xotirjam, yaxshi uxlab, prezidentimiz nogironlarga reabilitatsiya markaziga katta e'tibor qaratib, mana juda katta 10 ga yaqin yangi apparatlar kelgan. Shu ertadan kechgacha olyapman. Haqiqatda muolaja ko'p bu yerda. Ignoterapiya, TMS apparat, RMG apparatlari, hijama, massaj, parafin, shunga o'xshagan muolajalar olyapmiz. Bu yerda mana 10 ga yaqin muolajalar olyapmiz kun mobaynida. Men bundan oldin bu yerga kelishimdan oldin Toshkentda davolanganman, Gulistonda davolanganman. Bu yerga qaraganda bu yerda natijani yaxshiroq oldim-da. Meditsina qizlarimiz, hamshira qizlarimiz ham bor, shirin so'z, hammasi yaxshi. Tojikistondan, Qozog'istondan kelgan bemorlarimiz va Surxondaryo, Qashqadaryodan o'zimizning uzoq viloyatlardan insult olgan bemorlar bo'lsa, bizga o'xshagan, shu yerga davolanishni tavsiya qilaman. Shu yerga kelishingizni tavsiya qilaman.